Tank T-64 O'zbekistonda modernizatsiya qilingan, obshivkasi, hamma narsasi O'zbekistonda qaytadan yig'ilgan, Rossiyada o'zi ishlab chiqarishda to'xtatilgan. Bu 40 tonna ekan, boy komplektlari bilan birga, ekipaji bilan birga 42 tonna. Gabaritlari eni 3 metr 41 sm. Uzunligi esa 6 metr 28 sm. Dizel 950 ot kuchli, 500 km zapas qodi. Tagini ko'raysizmi qanaqa? Mana bu plastinalarni, broni plastina. Bu yerda diodli faralar, kamerasi, 125 mm pushka turibdi, 762 kichkina pushka qo'yilgan. Aktivni himoyalari hali qo'yilmabdi, chunki bu prototip o'rtoqlar. Orqasini ko'raysizmi qanaqa katta? Buni qaranglar. Juda katta. Bu ham O'zbekistonda chiqqan ekan. Bular ham O'zbekistonda chiqqan o'rtoqlar. Hammasi o'sha modernizatsiya qilingan. Rossiyadan olib kelingan, lekin bular O'zbekistonda hammasi modernizatsiya qilingan. Tipasini ko'rsata olmayman, chunki yopiq tipasiga kirish mumkin emas ekan. Ichida elektronniy sistemalari bor o'rtoqlar. Narxiga qiziqsalaringiz kommentariyada yozinglar. Uni ham harakat qilamiz. Mana bu yerning ichida plastinalar bo'lar ekan. Protivsnaryadniy plastinalar. Hozir hammasi prototipda turibdi. Pustoy bular. Agar aktivniy jarayonda o'sha ichiga plastinalar qo'yiladi. Bu yerdan 3 kishi o'tiradi, 3 ta kapitan va pilot, keyin yana zaryajающий odam o'tirib, menimcha ish olib borsa kerak.